Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Bilasizmi sahifamiz orqali TTZ Shoh bekati va Yangiobod mavzesi tomon harakatlanuvchi 49-yo'nalish haqida kengroq ma'lumot berib o'tamiz. Ketdik. Jamoat transportlarining maxsus yo'nalishlar haqida hikoya qiluvchi Bilasizmi rukunining navbatdagi soni yana sizning e'tiboringiz markazida. Bugun biz 1982-yili 25-mayda tashkil topgan 49-yo'nalish haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bugungi kunda ushbu yo'nalish 2-avtobus saroyiga qarashli bo'lib, unda 11 ta zamonaviy Yuton avtobuslari harakatlanadi. Yo'nalish Yangiobod mavzesidan TTZ Shoh bekati tomon harakatlanadi. Ushbu yo'nalishning A bekatdan B bekatgacha o'rtacha masofasi 15 kilometrni tashkil qiladi. Qancha oldidan uchun bekatga. Qomadinglarmi hozir? Yo'q, rosa qulay yaxshi. Tiniq yuradi, havolari yaxshi. Vaqtida kelyapti, lekin tez kelib turadi. Avvallari qanday yurardi? Yo'q, ancha kutardik uni. Самое интересное, что тут кондиционеры работают летом. Это очень хорошо. Не во всех автобусах было. В 49-м очень редко. Да. Когда обновили везде, не то, что понравилось, это вообще очень приятно, что такая забота идет о нас, о пассажирах. Bu ancha yaxshiroq. Zaryadasi bo'ladi. Shu konditsionerlar ham ishlaydi. O'rindiqlari ham ko'proq. Yangi chaqirtoq chiqibdi, ichi zo'r, chiroyli. Oldingisi eskiroq edi-da, oldingisi. O'rindiqlari bular toza va ko'proq. Kutib qolmadim. Tez keldim. Marshrut bo'ylab Eko-bozor, Aviasozlar bozori, Adju universiteti va ko'plab oliy ta'lim dargohlari, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari o'rin olgan. 49-yo'nalish bugungi kunda Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanlarini bog'lab turuvchi hayot yo'li hisoblanadi. Bugungi kunda 49-marshrutda 11 ta Newton zamonaviy avtobuslar ish ko'rsatadi. TTZ Shoh bekatidan Yangiobod Shoh bekatigacha 1 soat beriladi. Yangiobod Shoh bekatidan TTZgacha 1 soat 20 minut beriladi. O'zimning kasbim o'zimga yoqadi. Yo'nalishda ish vaqti har kuni soat ertalabki 5:00 da boshlanib, 23:00 ga qadar davom etadi. Avtobuslarning o'rtacha oraliq harakat vaqti 14-15 daqiqani tashkil qiladi. Va qarabsizki, shahar uyg'onganda ham, tinchlanayotganda ham 49-yo'nalish siz bilan birga, siz haqingizda qayg'ura oladi. Va eng asosiy maqsad yo'lovchilarni o'z manzillariga xavfsiz, eson-omon yetkazishdan iboratdir. 49-yo'nalish bunda faqat manzillarga yetkazuvchi transport, balki sizning xavfsiz hamrohingizdir. Yangiobod mavzesi bekati, oxirgi bekat. Kuzatib turganingizdek, biz jamoamiz bilan 1 soat vaqt ichida eng so'nggi bekat Yangiobod bekatiga ham yetib keldik. Sog' bo'ling.